Assalomu alaykum, Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy Maxtumqulidagi yana bir ishimizni bitirdik mana. Anvar akani uyi. Bu yerda quygan stoyashkamiz 220 kvadrat bo'ldi. Qalinligi stoyashkaning 10 santidan kam bo'lmadi. Qalin bo'lsa bo'ldi. Bordiyor 95 metr bordiyor bo'ldi, bordiyori. Iyini 20-25 bo'ldi. 20 dan kam yeri yo'q, 25 dan ziyod bo'lsa bor. Balandligi bordiyorning 1.10, 1.15, 1.20 yerlarda bor. Mana pasayib ketgan yeri mana meni yeri. Rampa bo'lib chiqqan yeri. Mana quygan stoyashkamiz. Bu yerga 3 kamaz shibin tosh ketdi. 3 kamaz 1 zil. Butkamin 3 zil ketdi. 3 zildan o ana yoqda ketdi o'shdi ana. Ana o'shgan shibin. Mana quygan yerlarimiz. Lisensalarni içinden tushirib mana quygan lisensamiz içinden bo'lib ketdi, bordiyorimiz. Mana yerda gulatiz desanglar ham bo'laveradi, biroq boshqa planlari bor ekan uy dunyosini. Shu aytganda aytib bizlar quyib berdik. Qala do'stlarim o'rni. Mana meni yog'indagi lisensamiz 2 basamoq bo'ldi. Mana bordiorimizning to'g'riligi. Bu yerga ketgan xarajat yana bir marta aytaman. 270 xalta sement ketdi. 3 kamaz 1 zil shibin tosh ketdi. 3 zil butkamin ketdi. Bordiyorlari baland bo'lgani uchun. Mana stoyashkamiz. Pul xarajati, qo'loq qisida shu aytgan narsalar, setka klyonkasi bu yerda обязательный bor. Irxili setkadan qo'ydi. Danasi 22 ming so'mlik 3 kvadrati. Bu yerga ketgan xarajat, pul xarajat, qo'loq qisida ichida men aytganlar bari ichida 42 million so'm pul ketdi. 42 ya 43 million so'm pul ketdi.